Aleyküm yaxshilar. Assalomu alaykum azizlar. Xullas kalom, yangilik vodiyning yo'lidan doim yurib qatnaydiganlarga Toshkentdan kelishda Navespostdan o'tishinglar bilan 3-zapravka ekan. Afsona zapravkasida ajoyib yangilik, boshqacha qurt do'koni ochilibdi. Yo'l-yo'lakay qurtlar ko'p, lekin rostdan ham boshqacha qurtlar ekan. Kelinglar. Yigitlar hormanglar. Salomatmisizlar? Joyinglar sog' bo'lsin. Mana bunday muomalali yigitlar kutib oladi, xudo xolasa. Mana bu ham qurtlar. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Bilasizlar, qurtda kalsiy bor. Kalsiy odam uchun kerak, suyaklarimiz uchun ham kerak. Umuman oiladagi bolalar uchun ham kerak-da. Qaytayotganinglarda ham, o'tayotganinglarda ham bilib qo'yinglar. Uyga olib ketinglar. Tayyor upakovkalarim bilan. Mana buni qaranglar, chiroyli qilingan. Joyinglar sog' bo'lsin. Boshqacha qurt. Va mazasi ham boshqacha. Buni yeb ko'rib ta'mini bilishinglar kerak. Ha, boshqacha qurtda yana ajoyib bir yangilikni kashf qilishdi. Baraka topsin, bu ham o'yin. Mana bu idishlari ekan. Boshqacha qurt idishlari. Va mana buni qaranglar, ham so'radiganda olib, xullas kalom. Hali o'lchamasdan turib. Keyin qo'yilsa taroziga, agar rovna 1 kilo kim tortib bersa, 500 ming yutug'i bor ekan. Voy, nima qilib o'tiribsizlar, baraka topkurlar, tezroq kelinglar. Birinchisidan o'xshamas, ikkinchisidan o'xshar. 500 ming puli bor ekan. Bu ham muruvvatdan, bu ham himmatdan. Joyinglar sog' bo'lsin.